WhatsApp hammaga. Bugun internetni ochsang, hamma o'zini aql-xalta qilib ko'rsatadi. Stoitsizm haqida aqllilik qilyapti. Hamma narsani qabul qil, senga po'xuy bo'lsin emish. Men sizlarga bitta gapni aytayman. Bu shunchaki zashkor. Sizni hayotda chiroyli qilib razvodit qilishyapti. Agar hayotda faqat stoik bo'lib qarasangiz, oxir sizni bitta tupoy qilib chetga surib qo'yishadi. Hozir nega bu narsa Slovakiyada ish ekanligini tushuntiraman. Xo'sh, stoitsizm nima o'zi? Ya'ni kursi deganlar uchun qisqacha. Bu qanaqadir kella qo'ygan greklar o'ylab topgan sistema. Ularning fikricha atrofingda bo'layotgan hamma narsa, darcha eng yomon vaziyatlarda ham bu mening nazoratimda emas deb qarab turishing kerak. Go'yoki senga hech narsa ta'sir qilmasligi kerak, tinchlik emish. Lekin mantiqan o'ylab ko'r, bu sistema real hayotda ishlaydimi o'zi? Kelinglar ertaklarni chetga surib, real vaziyatni olamiz. Tasavvur qil, senda bitta zo'r tachka bor. Mehnat qilib Pablo yig'ib olgansan. Ko'chada kimdir kelib seni taqingni urib ketsa-yu, sen bu men nazoratimda emas, jahl qilishimdan foyda yo'q deb tursang. Bu nima degani? Bu degani sen shunchaki slabaksan. Stoitsizm lattalarning quroli. Kuching yetmaganda o'zingni men zononimda erkinman deb yuvish, achotam. Mana yana bitta misol. Qizing bilan. Qizing bor, 17 yoshda. Bir kuni kelib, "Daddy, men homiladorman" deydi. Problema, to'y reaksiya bu tashqi narsa. Men uni nazorat qila olmayman. Bu uning tanlovi. Men faqat o'z reaksiyamni nazorat qilaman. Va qiziga, "Bu seni muammoing qizim. Men buni qabul qilaman va sokin qolaman" deydi. Yig'lama deydi. Bu nima degani? Bu otalikni rad etish, bu qochish, bu men donishmandman deb o'zini ovutib, aslida qizini yolg'iz qoldirish. Slabiylik. Nietzsche aytgan. Stoik bu yurakni toshga aylantirgan odam. Tosh og'rimaydi, lekin tosh sevmaydi ham. Atoshni. Siz ham toshga aylanib qolasiz bunaqada. Yana bitta misol. Boshlig'ing seni har kuni yeydi. Kechasi soat 12da hujjat kerak deb yozadi. Maoshingni kechiktiradi. Sen hech kim qatirlamaydi. Ishlaysan, necha 10 mingga aytsa. Stoik buni nazorat qila olmayman. Men faqat o'z ishimni qilaman va sokin qolaman. Po'xuy deydi. Natijada 10 yildan keyin ham o'sha stulda o'tirasan. Boshingga egilgan oshqozon yara bilan sokin bo'lib o'ylaysan. Bablo yo'q, qizlar yo'q, nichivo. Stoitsizm bu qullik falsafasi. Qul o'z zanjirini sevishni o'rganadi va buni erkinlik deb ataydi. Stoitsizm seni lentaga qilib qo'yadi. U senga kurashishdan foyda yo'q, hamma narsani taqdirdan deb uqtiradi. Bu krut emas. Bu shunchaki o'z qonunini, o'z hayotini boshqara olmaydiganlar bahonasi. Nietzschening gapini esla. Hayot bu kuchli bo'lish va hukmronlik qilish degani. Stoik va normal inson. Stoik men ranjitish mumkin emas. Menga hamma narsa po'xuy. Kruta, ha? Normal inson ranjiydi, jahl qiladi, baqirishadi, keyin yarashadi, emotsiya, sudila. Savol: kim inson, kim robot va kim tupoy? Boshqa falsafalarni ko'r. Ular senga isyon qil deydi. Agar biror narsa senga yoqmayaptimi, demak u problema. Uni yechish kerak. Unga ko'nikchi emas. Kimdir seni aldamoqchimi, razvodit qilyaptimi? Tishlaringni ko'rsat. Stoiklar kabi hamma narsani yaxshilikka deb yig'lab o'tirma. Haqiqiy silni odam vaziyatni qabul qilmaydi. U vaziyatni sindirib o'ziga moslashtiradi. Stoitsizmning yagona foydasi, bor. Tupoy bo'lmaylik, stoitsizmda bitta narsa bor. Bu fokus, ishlaydigan narsa. Ba'zida po'xuy deyish, trolleybus kechikayotganda aytish mumkin. Ob-havo yomon deyotganda qabul qilish mumkin. Kimdir senga yomon gapirdimi, 90% hollarda po'xuy. Yig'lab o'tirmasdan sur. Lekin kurash kerak bo'lgan joylarda po'xuy deb o'tirish bu o'lim, zashkvordir. Stoiklar aytgan, qaysi narsalarni nazorat qilishingni bil. Bu to'g'ri gap, lekin ular unutgan. Sen nazorat qila olmaydigan narsalarni ta'sir qilishga harakat qilish bu hayotning o'zi. Prosta. Babloni nazorat qila olmayapmanmi, lekin ko'proq ishlashga harakat qilaman. Bu kurashish. Ishlaydi. Girlni nazorat qila olmayapmanmi, lekin unga yaxshi munosabat qilaman. Bu kurashish. Varovat qilma. Dunyoni nazorat qila olmayapman, lekin uni o'zgartirishga harakat qilaman. Bu kurash. Silni bo'l. Bitta aytganda stoik o'lishni kutadi. Jangchi esa o'limga qarshi boradi. Dostoyevskiy aytadi: azob bu ongning narxi. Agar sen azob chekmasang, sen ongsizsan. Sen mol, sen o'vishsan. Va Nietzsche qo'shib qo'yadi: inson bu hayvon va supermen orasidagi arqon. Turbandagi xavf va yuqoridagi xavf. Kruta gap. Stoik arqonda turib hech qayerga siljishni xohlamaydi. U arqonni sevadi va bu mening joyim deb o'zini ovutadi. Xulosa bitta: stoitsizm bu hayotda o'zini yo'qotib qo'yganlar uchun vaqtinchalik dori. Lekin agar sen hayotingni zaibis, zo'r qilmoqchi bo'lsang, bu sistemani chetga sur. Kimdir senga qoidalarni tiqishtiryaptimi? Surdi. O'z yo'lingni chiz, o'z babloingni top va hech qachon birovni senga pastga urishiga yo'l qo'yma. Agar nevri bo'lsa, videoni boshidan ko'r. Sizlar bilan men edim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, paka.